Do you want to work as a truck driver in Europe, but you don't know who to trust? We are Remarkable Consulting, a European company specialized in the recruitment and integration of professional drivers outside of the European Union. We have already recruited hundreds of truck drivers from Uzbekistan for companies across Europe, legally, safely and transparently. We do not work with videos sent on WhatsApp. We come in person to test the driving and language skills to be sure that each driver is prepared for the European roads. Our next recruitment session will take place in Andijan in 25 and 26 April. If you want a stable job, please contact our local team on the phone number from this video. This is not only about the job. It's about a safe journey and a better future. Men O'rolov Ulug'bek noyabr oyida Ruminiyada xudo haydovchilik bo'yicha amaliy imtihonga qatnashgan edim. 4 oy o'tdi. Vizamiz qo'lga kiritdik. Turan xodimlari hujjatlarimizni yig'ib, ishlarimizni yengillatib berishdi. Bizning vizamiz oldi, yaqinda ishga chiqarib bastamiz. To'g'ri, rahmat. Bugun Ruminiyaga uchib ketyapsiz, fur haydovchilik vakansiyasi bo'yicha. Bizni firmaga o'zi qachon hujjatlaringizni topshirgansiz? Toron Golf kompaniyasiga 25-yil avgust oyida topshirib, amaliy imtihondan o'tganmiz. Toron Golf bilan mana bittada o'xshadi. Nasib qilsa, mana uchib ketyapmiz bugun. Hammasi zo'r. Всем привет. Я с 2022 года пробовал подаваться на визу, пробовал и подаваться в Катар. Там мое фото не подошло, пробовал также в Словакию на завод, но не прошел я. Но все-таки я не сдавался, и в итоге я вот прошел, сейчас дальнобойщиком еду в Румынию. Bugun to'g'ri bo'lsa, Ruminiya davlatiga uchib ketyapmiz. Samarqand aeroportidan To'ronvold xususiy bandlik agentligi yigitlariga rahmat. Buni avgust oyida boshlagandik, mana bugun ishga ketyapmiz. Onlarga rahmat. Mana biz ham ketyapmiz.